Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. 8 ta qo'yimiz bor. Mana 8 ta qo'yimiz sotiladi. O'rtacha ves 40 kilodan go'sht vesini beryapman. Bu yerda 40 kilodan 60 kilogacha ves bor. 60 kilolik bitta adashmasam mana shoxligimiz bor. Eng kattasi mana shu 60 kilo ves beradi. Qo'y uzuncha, bo'ylari bor, bo'ylar bo'ychan hammasini. Xohlasanglar boquvga olinglar, xohlasanglar qurbonlikka so'yishga olinglar. Mana qo'ylarni sifatini ko'rib olinglar. Hammasi bo'ychan. Mana ikkitasi Edilboydan, qirg'iz qo'ylaridan. Mana ikkita sariqliq qirg'iz qo'yidan. Shu sotiladi. Oldindan kelib zaklad berib ketaman deganlar ham hal qilamiz u masalani. Zaklad berib qo'yaman, tursin desanglar, unga ham kelishaveramiz. Ya'ni yana boqib turaveramiz. Endi u boquvni bir kelishib olamiz. Misol uchun hali 26-gacha 20 kundan oshiq, 22 kun. 22 kun bo'lsa, 22 kunlik to'lovini yeb icharini pulini to'laydi. Zaklad tashiydi. Keyin 26-da olib chiqib ketsa yoki 1 kun yoki 2 kun oldin olib chiqib ketsa ham bo'ladi. U narsaga ham kelishaveramiz. Trivesda kilosini 100 mingdan hisoblayapmiz. Qo'ylar yegan narsasi juda toza. Arpa yeydi. Mana arpa to'kishibdi. Arpa bor. Mana anaqa drabelkada hashini chiqaramiz. Keyin mana bunaqa idishlarda arpa olib kelib qo'yamiz, arpa beramiz. Vesi oddiy qo'ylarga nisbatan og'irroq bo'ladi. Misol uchun 50 kilolik qo'y bo'lsa, arpa yegan qo'y 10 kilo, 50 kilosiga 10 kilo ves ko'proq bo'ladi. Chunki arpa yuk bosadi. Biz buni bir nechta bor tajribadan o'tkazganmiz. Qassoblar 50 kilo chiqqan, 50 kilo degan narsani bizda 60 kilo chiqqan juda ko'p bo'lgan. O'zimda misol uchun bir nechta marta shu narsani sinaganman. O'shanga uverni qilib aytaman. Misol uchun qo'yimiz vizualni 50 kilo ko'rinaversa ham, lekin unda 60 kilo borligini aniq bilamiz. Mana bu ikkita sariq qo'yim kelganda juda ozg'in edi, yemdan qolgan edi. Katta qo'ylar, lekin bular qo'zilar. Bular bo'lsa 1 yoshli, 1,5 yosh, yo bo'lsa 2 yosh. Agar boquvga olaman desa, uni ham gaplashaveramiz.